Dino Buzzati. Kattalashtirilgan surat. Hayotning chuqur falsafasi va kutilmagan syujet burilishlarini xush ko'rasizmi? Unda mashhur italyan yozuvchisi Dino Buzzatining ushbu qissa va hikoyalar to'plami aynan siz uchun. Kitobdan o'rin olgan kattalashtirilgan surat qissasi insoniyat va sun'iy idrok o'rtasidagi murakkab munosabatlar. Olimlar yaratgan favqulodda aqlli mashina va uni o'rab olgan sirli voqealar haqida hikoya qiladi. Dastlabki sahifalardanoq hayajonga soluvchi ushbu asar sizni befarq qoldirmaydi. Ikki haydovchi hikoyasi esa qalbingizning eng nozik torlarini chertadi. Onasini so'nggi yo'lga kuzatayotgan yolg'iz o'g'ilning dardi orqali yozuvchi dunyodagi eng aziz inson, onalarning hayotimizdagi bebaho o'rnini mahorat bilan ochib beradi. O'ylantiradigan, ta'sirlantiradigan va bir nafasda o'qiladigan ushbu asar mutolaasi sizga unutilmas taassurotlar bag'ishlaydi. Mutolaadan zavqlaning.